أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم hurmatlik o'quvchilar, darsga xush keldinglar. Bugun darsimiz tunigunki darsninki davomi bo'lib, darsimizni takbir haqida davomlashtirmoqchi. Qala va huma sunnatun lis-salawatil khamsi wal jumu'ati. Musannif rahimahulloh deydi, bu ikkisi, ya'ni takbir bilan azon 5 vaqt namoz uchun 5 vaqt namozning kirganligiga, vaqtining kirganligiga va 5 vaqt namozni o'qishning hozirlanganligiga uqtirish uchun bu sunnat. Ve cuma üçün mü sünnet? Cuma namazıga mı azan okuludu ve tekbir okuludu deydi. Demek bu yerde ulamalar oturuşta azanның hakkında sünnet mi ya ki vacip mi? Vacip olsa farz-ı kifayi derecedeki vacip mi ya ki farz-ı ayn derecedeki vacip mi degan haqda asarlar, yani hadislar, dalillar her xil bo'lganlik uchun hükümler her xil bo'lsa-mu, ama o'rtaqlashgan ve birlikka kelgan qarash umumatan sünnet-i muakkada, kuchli bir sünnet. Yani atalışta sünnet yoki vacip deb atalsa-mu, ammo buni qo'yishda, tark etishda va bu sunnatga amal qilmaslikda bo'ladigan gunoh xuddi vacibni tashlab qo'ysa, uni tark etsa, uningga sal qarasa bo'ladigan gunohga o'xshash bo'ladi degan. Li'annahu alayhi salamu vazaba alayhima fiha. Bunun delili, çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam azan tekbirini namazda, 5 vaqt namazda qo'yib qo'ymagan, davomlashtirib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davomlashtirganligi, uni qo'yib qo'ymaganligi azan tekbirining namazlarda, 5 vaqt namazlar, cüm'alarda sünnet ekanligiga dalolat qiladi. Bu birisi, yani davomlashtirganligi. Va li'anna laha awqatan ma'lumatan. Çünkü ikinci bir delil, şunun uchunki bu namazlarning muayyan vaqti bor, bekitilgan, belgilangan vaqti bor. Vaqti bo'lganligi uchun azon shu namozning vaqtining kirganligini umumiy namoz o'quvchilarga uqtiradigan, namoz o'quvchilarni xabarlantiradigan jaka, ya'ni e'lon, tashviqot. Takbir namozning amaliy, haqiqatan o'qilishga boshlanganligi, namoz ibodatining tayyor bo'lganligi, hozir o'qilmoqchi bo'lganligini uqtirib turadigan bir ibodat. Shunga bu namozning vaqti ma'lum bo'lib bekitilganligi uchun bu namozning vaqtiga uqtirib beradigan bu ibodat nima desa, bu ibodat ham shu namozga o'xshash ahmiyatli, muhim ve namazınki vaqtini alohida uqtirib turadigan bo'lganlik uchun namozga o'xshash bu zarur. Shunga bu sünnet. Ve tuadda fil cemaate.
Bu namaz yani cemaatli de ada kılınıgan namaz. Cemaatli bilen ada kılınıgan namazın ki süpetlerinin birisi, taleplerinin birisi cemaat. Peygamber Aleyhisselam'ın bu hakkında cemaatni ta'kidlab, güçlendirip, kelgen ve haber bergen nurgun hadisleri var. Ulamolar cemaatni farz deguchilarmi bo'lgan, vojib deguchilarmi bo'lgan, namoz jamoatni namozning sharti deguchilarmi bo'lgan, sunnati muakkada, eng tuvanli sunnati muakkada deguchilarmi bo'lgan. Bu namoz jamoatlarda ado qilinadigan, uning muayyan vaqti bor ibodat bo'lganligi uchun fayuhtaju ilal i'lam. O namozni tashviq qilishga, uqtirishga, umumatan jakolashga ehtiyojlik bo'ladi. Shunga bu 5 vaqt namozga sunnat, jumaga sunnat emas. Nima jumaga sunnat? Ammo wala kazalika g'ayruha. Nimishqa nafliga yoki boshqa sunnatliga azan takbir o'qilmaydi deyilsa, u 5 vaqt namozga, jumaga boshqa namozlar o'xshamaydi. Uning vaqti muayyan emas. Qanday chaqda o'qisa bo'ladi? Jamoat bilan o'qilmaydi. O o'z oldiga uylarida yakka shaxsiy o'qisa bo'ladi. Bo'lganlik uchun bu namozni e'lon qilishning sharti yo'q, zaruriyati yo'q, ahamiyati yo'q. E'lon qilmasa bo'ladi. Buningga e'lon qilmasa bo'lganlik uchun bu yerda azan takbirninki uni o'qishning, azan takbirni qilishninki o'rni qolmaydi. قال محمد ومن صلى في بيته بغير آذان ولا إقامة جاز. İmam Muhammed rahimahullah bunda deydi. Uyda namaz okuyan kişi, yani uyda meyli farz namaz olsun mu, uyda namaz okuyan kişi azansız, azan mı okumay, ve la ikametin tekbir mi okumay, tekbir mi düşemey, taharet aldı, cey namazına çıktı. Çıktılam namaz okuyan olsa bu muduruz? Bu muduruz? Bu vakitte o cemaat bilen okulduğun bulmaganlığı için onu umumeten bir cemaatini çakırıp, ekilip, o cemaat bilen billah okuşunun zürriyeti bulmaganlığı için ezan tekbir okuşunun zürriyeti yok. Ama şeriatta 5 vakit namaz, Cumaga azan takbir o'qilib kelganligi uchun buni sunnatgan deb yoki sunnati muakkad ekan deb azanni o'qib takbirni o'qisa bo'ladi. Va in fa'ala fa hasanun. Agar azan takbirni o'qib qilsa bu yaxshi va. Bak yaxshi sunnatni uringan, sunnatga amal qilgan bo'ladi. Hem azan okulgan öyden şeytan yırakla kaçıdı. Şundakla azan okugucunun avazı yetken yerine kadar malaikeler guahlık buludu. Anlıgallıkin her kandak neyse azan okugucunun ki azanıga kıyamet günü guahlık buludu. Şunun için azanı okup kılsa bu yaxşı bu. Ama okuması çok umuduruz. Emmel cevazu feruye ad ibn Ömer radıyallahu anhu zalike. Ama durustlığa yani azan tekbir okumay namazını kelgençe kelip okusa bulamdı bulmamdı diyen karta İmam Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan azan tekbir okumay okuganlığı rivayet kılıngan. Mana Abdurrazzaq degan kishi o'zininki tasnif o'sha hadis to'plamlarida Ma'mardan rivoyat qilib, Ma'mar Ayyubdan rivoyat qilib, bu takbirni unutib qolib, esida yo'q, namoz o'qigan, o'rnidan qopqancha namoz o'qigan bir odam to'g'riliq bundaq dedi.
Kan ibn Umar iza kana fi Misrin tuqamu fihi salah azza'a anhu dedi. Abdullah ibn Umar bir şehirde ezan o'qib ve ezandan keyin takbir tushirilib namoz o'qilsa, o adamdan uyida namoz o'qigan chaqda ezan takbir o'qimasa bo'ladi. Shu mahallada, yurtda o'qilgan ezan takbir o adamga kifoya degan so'zini asos qilgan. Ve an ibn Mas'ud radıyallahu anhu annahu kana yusalli fi darihi bighayri azanin ve la iqametin. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan mı Abdullah ibn Mas'ud uyda hovlisida azan takbirsiz namoz o'qiganligi rivoyat qilingan. Qanday desa, Abdullah ibn Mas'ud o'zining ashablari bilan uyda o'tirgan chaqda azanni o'qimay, takbirni o'qimay, takbirni tushami namoz o'qiganligi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Va Abdullah ibn Mas'ud buningga deydi: "Va yaqulu yajzina iqamatul muqimina hawlana" dedi. Etrafımızda turvatkan, yani etrafımızda tuğan, etrafımızda yaşayan, o etrafımızdaki adamlarının okugan tekbirleri bize kufaya. Şu adamda tekbir düşürüp namaz okugan bolsa, o bize yeterli. Biz mi ayrım ezan okup, ayrım tekbir okup namaz okumasak mı? Bunu da Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh bunu rivoyat qilgan. Va fi'luhu afzalu. Azan takbirni o'qiganlik afzalu. Fazilati bor, savobi ko'p bo'ladi. Li'annahuma azkarun tata'allaqu bis-salati kag'ayrihi min al-azkar. Chunki azan bilan takbir namozga bog'lanadigan, namazga alaqadar zikr o. Onundan başka zikirligi o'xshash. Xuddi onundan başka namazninki istiftah duası deymiz, qiraat deymiz ve ruku sujuddagi tasbihli deymiz, tashahhudli deymiz. Mushu zikirlar namazga bog'lanadigan o'xshash. Yoki uning keynidagi tasbihlar, tahmidlar, tahlillar bunu namazga münasebetlik zikirler bo'lguniga o'xshash. Bu azan takbirmi namazga münasebetlik zikir. Shuning uchun buni tashlamay qilgan yaxshi deydi. Qala yazidu fi azanil fajr ba'da al-falah as-salatu khayrun minan nawmi marratayn. Musannif deydi, muazzin azan o'quvchi bomdatning azini da, yani bomdatga azan o'qimoqchi bo'lsa, bomdatga azan o'qigan chig'ida hayya alal falah degan bu kalimadan keyin as-salatu khayrun minan nawm, uxlab yotgandan namoz o'qigan yaxshi degan bu so'zni ikki qitim qo'shab qo'ydi deydi. Shu bomdatning azanida bunu qo'shab qo'yish hadisda kelgan bu sunnat. Lima ruwiya anna Bilalan ata baba hujrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buningga dalil Bilal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yotoq uyining ishkiga kelgan. Liyu'limahu bi salatil fajr. O payg'ambar alayhisolamga bomdat namozini bildirib qo'ygilar. Ya'ni uqtirib qo'ygilar, namozning vaqti kirganligini uqtirib qo'ygilar. Va huwa raqidun. O payg'ambar alayhisolam uxlayotdi. Ya'ni Rasululloh odati 2 rakat namozni bomdatning 2 rakat sunnatini xafif qilib yengil o'qib bo'lib, Rasululloh qo'lida o'zining beshini qo'yib uxlaydi. Ya'ni yetib tekki qo'yib uxlamaydi, yulinib uxlamaydi, qo'liga beshini qo'yib uxlaydi. Ana shunda vaqtda intayin yengil bir holat uyqu buchi. Bu shunda uxlayotgan chig'ida
Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamni uxlab qoldi deb o'ylab, gumon qilib, uxtirib qo'yg'ili kelib dedi: "As-salatu khayrun minan nawm." Bu namoz uyqudan yaxshi degan so'zni. As-salatu khayrun minan nawm deb dedi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh ma ahsana haza. Bu nima degan go'zal so'z? Bek yaxshi so'z ekan bu deb Rasululloh maqtadi va bundan xursand bo'ldi. İc'alhu fi azanika. Bu so'zni azaningga qetib olgin dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bundan keyin azan o'qisang, bomdatning aziniga as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm degan bu so'zni qetib qo'ygin deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam xabar bergan. Mana bu hadisninki daliliga asosan bomdatning azinida hayya alal falahdan keyin muazzin as-salatu khayrun minan nawmni qetib qo'ydi. Hele başka kitaplarda, hadis kitaplarında Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu bunu bomdatning ağzını bilan qetib qo'yamdi buni. Bomdatning ağzını bilan xos bu degan chaqda Ja'a Bilalun ila Nabiy sallallohu alayhi va sallam yu'zinuhu bis-salat. Bilal radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'a namozning vaqtining kirganligini uqtog'ili bildirgili kelgan. Tavajadahu qad aghfa. Umar radhiyallohu Bilal Payg'ambar alayhisolamning mugidab qolganligini, mugidavatganligini topdi. Faqala as-salatu khayrun minan nawm. Bu mugidab qolganligini ko'rgandan keyin Rasulullohni bir o'g'itib qo'yash niyatida as-salatu khayrun minan nawm deganda Payg'ambar alayhisolam ij'alhu fi azanika iza azzanta lis-subh degan. Bomdatga azan o'qisang, bomdatga o'qigan har qitimliq azaningda buni qetivatgan shu azanga qo'shab qo'ygan deb Rasululloh xabar bergan. Shuning bilan Bilal radhiyallohu anhu bu so'zni bomdatga azan o'qigan vaqtda davomliq deb kelgan edi. وتوارثته الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Bu kelimeni as-salatu khayrun minan nawm degan kelimeni ummat Resulullah'ın zamanından başlap mushu musannif deydi. Bizning bugungi kunga qadar, hozirgi zaman, hozirgi davrga qadar tashlamay qo'ldan qo'lga elib miras sifatida davomlashtirib keldi buni. Mana bu islom ummatining davomlashtirib kelganligi, tashlamaganligi, bir-biridan uni miras sifatida olib kelganligi bu ham buning dalili. Wala taswiba fi ghayri azanil fajr. Endi bu unda bo'lgan chaqda as-salatu khayrun minan nawm bir uyg'otish bucha, ya'ni namozninki muhimligi, namozninki fazilatining yuqorligi, savobining afzalligi, darajasining oliyligiga qaytadan bir agalandirish, chaqirish, eslatish bo'lganligi uchun boshqa namozlardami boshqa shaklda shundoq bir eslatib qo'ysa, chaqirib qo'ysa bo'lamdi bo'lmamdi degan bu savolga wala taswiba fi g'ayri azanil fajr. Bomdatning azonidan bilak azonlida namozga qayta bilak bir chaqirish yo'q. Azonni o'qib bo'lgandan keyin namoz o'qig'ili qolsa, "Voy qopanglar menga, voy namozni o'qig'ili qopdi. Ha namozni o'qiylar menga. Ha namozga bormasak bo'lmaydi, ya o'qib bo'ladi hele" deydigan yoki as-salat deb to'g'laydigan bunda ishli yo'q. Liqavli Bilal, buningga Bilal radhiyallohu anhu deganlik uchun qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam, "Ya Bilal, ey Bilal, savvib fil fajr." Bomdat namozida qaytadan chaqirib qo'ygan. Qaytadan chaqirib qo'y. "Wala tusawwib fi ghayriha."
bomdat namazıdan başka namazda da kayıtı çakırma. Aşı ezan kupaya, ezan yitido de Peygamber Aleyhisselam bana bu hadiste kayıta başka namazda da çakırmaslıkka buyurgan Peygamber Aleyhisselam. Şunun için başka namazda da çakırışı yok. Oy namaz okuyla, kopanla, ezan çıkıp oldu, o anda oturuvamanla dişinin ki zürriyeti yok. Yani bununla bomdat namazıdın demek için bunda kayıt edin çakırımız, kayıt edin ağalandırımız ise وَلِيَنَّ فِي الْفَجْرَ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ. Çünkü bomdat bu uxlaydigan vaqt ve mügdep kalıdigan, gafil olap kalıdigan bir vaqt bu. Adam taratni ap olap, çayını bas töpüstü, bidem olturup, sel turup kopay, mana hazır kopay dep turup, uxlap kalıdigan, ya ki bir xutlışıp kalıdigan, ya dua bilen bunda boğallık için şunu onun da kaydı çakırdı. وَلَا كَذَٰلِكِ غَيْرُهَا. O bomdat namazıdan başka kalan namazla onda emas. Onun da adamlar gafletli bulap kalıdığın, büxtlışıp kalıdığın bir çağa emas. O vakit hemmeden oyga, sergek, uşu bilen turdu. Ama bomdatda çalı uyku, ya ki uykudan teki uygunanmıgan, bunda halatda boğalık için bu vakitte kaydıdan okusa boladı. Çakırıp koysa. Ve an Ebi Yusuf'e la be'se bizalike lil umaraya. Hem de Ebi Yusuf rahimahullah bunda dedi, kaydıdan çakırıp koyasının koysa çatak yok, hiç kısı yok emirli geldi. Bire koşunun emiri, devletninki başlıkı, bire valayetinin valisi, bire rayonunki çoğun kattı başlarını çakırıp koysa bunun çatıkı. Ne için? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bomdatının vaktinde çakırıp koysan buludu, kaydı çakırsan buludu, onun da başka çağda çakırma diyenler ki o başka çağda çakırışının zürriyeti yok, kiriki yok. Çünkü başka çağda oygak, sergek, başka çağda namazın vaktine derhal avaz koşalaydı. Ama ettigenlikte adam uxlap kalıdığan, mügidep kalıdığan, jaki oltuğa yerde olturup kalıdığan vakt boğallık için çakırıp koy digenlik için bu yerdeki emirlinin, valilinin, hakimlinin, haliflinin ki bu muhim işleri var onun ki, devlet işleri var, halkının işleri var, nurgun hal kılması bulmaydıgan meseleler var, ya qarab çıkmasa bulmaydıgan işler var. Bunda boğallık için ola ya bir meselege ya açıdığan yığınları var, sözleydiğan nutukları var, ya ügütüdüğün dersleri var. Boğallık için bununla alayida eslit koymuşsa ya ki onun bir dikkatini yani ağalandırıp koymuşsa unutup kaldığın iş var. Şunun için bunun çatak yok. لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نسب من يعلمه بأوقات الصلاة. Çünkü Ömer radıyallahu anh hilafetke ega olgan çağda, yani halife olgan çağda özüge namazının vaqtlarini bildirip koyduğun bir kişini tayinlagan, saylagan. Emse sizin vazifeniz meni namaz bilen nima qilasiz? Xabar qilasiz. Demek hem de halifeliğinin, imam emirliğinin muhim işlerini esletiş için özüge bir muzekkirden birini tayinlaştın ki şeriatta undaq bir bulmaydığı yeri yok. Çünkü ula muhim işler, yani varam degandek maslahatlar, yığılışlar, yığınlar, toplantılar ve başka işler bilen oturup gidip o namazın vakti yoki namazınki kirgenlikini unutup kaldıgan işler var. Bunun için maxsus bir adamni tayinlab namazga buzib koysa bunun çatak yok. Qila ve kezalikel qazi vel mufti, bazen ulamalar aşı emirlige okşaş
Qazı bu şundaq, o sotçuma, o bira işte sot açımız dep turup kesse, davanın aygını çıkarıp bulanmay, meseleni ayırıp bulanmay, şu işqi tutuş ketkençe namazın vaktinin kirip qağalıqını uqanmay qapqan işle ba. Ve kullu men yeştegilu bi umuril muslimin. Yani Müslümanların işliği olan, meşgul olan, aldıraş olan hemme kişilerini alahide eskertip koysa bu buludu. Çünkü ular mühim işlerle meşgul bulup ketkenlik için unutup kalış ihtimallığı var diyen bazı müçtehitler. وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا يُسَوَّبُ فِي السَّلَوَاتِ كُلِّهَا. Bazı ulemalar hem de deydi o, bizim zamanımızda, hazırki vakitte namazın hemmisiga 5 vakat namazın hemmisiga çağırılsa, toğulansa buludu. Hazır çağırıp koysa buludu. لِزُهُورِ التَّوَانِ فِي الْاُمُورِ الدِّينِيَ. Çünkü bugün hem de dini işli de bir soslak kılış kürnep kaldı. Umumetten Müslümanlarda dini işlerini soslak kılıdığın, eğirlik kılıdığın, ehmiyet vermeydiğin, ya ki bulmaydı, baş kişiler olan aldırışlar kılıdığın boğaçka alahide onu eskertip, oy kopanla, oy ma namazını okuyla der, eslesse ve eskerse buludu. Tesvip degen nima? Hem de azanlığı bildik, tekbirini bildik. Tesvip degen nima dese, ziyadetul i'lam beynel azani vel ikame bima yete'arafuhu ehlu kullu beled. Her bir şehirnin, rayonun, bir yurtnin ki ehli öz ara bilişidigan til, öz ara düşünüşidigan söz bilen azan tekbirinin arasında teşvikatını ziyade kılış ve küçeytiş. Yani uqturuşni aşırış. Mana bu. Qaysi aşı her bir yurt ehli azandan bilek, tekbirden bilek ne dese sapros dese mi buludu? Oy namaz hazır okulmakçı oldu, tezkilanla dese mi buludu? Qaysi xil tilda ifadelese, yani özü düşünüşüdüğün tilda ifadeler azan bilen tekbirning arasida, yani azanni o'qib bo'lgandan keyin tekbir tushirilib namozga to'g'ri qolgan chog'da qaysi xil tilda, yani o'zi tushunishadigan, bilishadigan til bilan ifodalasa bu durust bu. Bugun bo'libmi ummat shunday sal qaraydigan bo'lganlik uchun tasvib, yani chaqirish, qayta chaqirish bu durust şeriatda ruxsat bunga, bu aza, yani ibodatga qiziqtiradigan va ibodatga agalantiradigan ish bo'lganlik uchun. Qala va yurattilul Qur'an azana va yahduru bil iqamati va yahdurul iqamata. Azanni qanday o'qiymiz? Uni hükmünü bildik, yukarıda sünnet mi, vacip mi degende sünnet-i muakkede ekanligini bildik. Azandın kim, qaytidin chaqirish namozga, tovlash qandaq bo'ladi, buning haqqini bildik. Endi bu azan qandaq o'qiladi deganda musannif deydi va yurattilul azani. Azanni tartil bilan g'ina o'qiydi. Anda bek aldırıp ketishga bo'lmaydi, tiz o'qishga bo'lmaydi, yoki bek sozab o'nishga muqomni sozgandek sozab o'qishga bo'lmaydi. Tartil bilan o'qiydi. Takbirni-chi, tayahdurul iqama, takbirni tiz tushiradi. Bizalika amara Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilalan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilal radhiyallohu anhu mushuninga buyurgan. Siz azanni tartil bilan o'qing, asta o'qing deb. Qanday desa, Jabir ibn Abdullahning hadisidan mana Imom Tirmiziy chiqargan hadis, anna Rasululloh qala li Bilal, Rasululloh Bilal radhiyallohu anhu bunda degan. Ya Bilal, iza azzanta fatarassal fi azanika. Ey Bilal, azan o'qisang, azaningni qubirib o'qigin. Aldırmay, asta qubirib, mungluq o'qigin sen. Va iza aqamta fahdur, takbir o'qigan chaqingda aldırab o'qigin. Tiz o'qigin deb Rasululloh
tekbir bilen azanın arasını ana şunda farklandırgan. Azanda munglu okuyduğun gap, asta tertil bilen okuyduğun gap. Tekbirde çoğu aldırap okuyduğun gap. Ve ceal beyne azanika ve ikametik. Azan bilen tekbirinin arlıkıda tamak yiyen adam yap baka boğanga kadar, su içip atkan kişi sunu içip baka boğanga kadar, hacetini ada kılışkı kirgen kişi qozuqi istiqalab, vel mu'tasir degan qozuqi istiqalab, hacetinden baka boğan kadar bir vaqtni baka qo'ygan. Ve la taqumu hatta tarawni degan. Mana Bilal radhiyallohu anhu Rasululloh shunday buyurganlik uchun tekbirini tez okuş, aldırıp okuş, azanını tertil bilen okuş lazım. Ve yestakbilu bihimal kıble, azan tekbirinde okuyan çağda qaysi tarafga qalab okuydu dese, hem de azan deganni o teşviqat, uqtirish, boshqalarga namozning vaqtini kirganligini bildirish bo'lganligi uchun odamlar bu tarafga qarab o'qiyamdi yoki qibla tarafga qarab o'qiyamdi deganda bu ikkisi bilan qiblaga qarab o'qiydi. Buning dalili li hadisin nazil minas sama, osmondan tushgan kishining hadisining dalili bilan. Fa innahu istaqbala bihimal qibla, chunki u kishi o azan takbirda qiblaga oldini qaradiya. Ügetken çağda kıblaga aldını kılıp turup, kıblaga qarab turup, anındakini ügetken buna. Muşunda okuysa sen dep. Aşı edisinin dalaleti bilen kıblaga aldını kılıp turup okuydu. Ve yec'alu isba'ayhi fi uzunayha. Qandaq şekli dese, iki barmağının uçunu qo'liga tiqib oladi. Barmoqni tiqilib olmaydi, quloqning ichiga shu barmoqning uchini quloqqa tiqib oladi. Ve bizalika amara Rasululloh sallallohu alayhi ve selleme Bilalan. Shunda qilishqa Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem Bilal radhiyallohu anhu buyurgan. Ashunda qil. Ve qala innahu anda li sawtika. Bu quloqning İşiga barmağını tıkıp tuğallıkın senin avazını tıxımı yukarı götürüdü dep Peygamber Aleyhisselam degen. Demek kulağının işiga kolunu tıkıp barmağının uçunu tıkıp okumasa qancha to'g'risi quloqqa o'ng'ildab quloqqa og'rib u o'qiolmay qoldi. Quloqning ichiga chin tiqib turib o'qigan vaqtda u üllik o'qig'ini his qilmay, bilmay qattiq vaqirab o'qiydi. Shuni azan degan tashviqot bo'lganligi uchun uni qanchalik yuqori o'qilsa, butun atrofdagi anglaydigan xalq anglig'iday o'qilsa, bu yaxshi. Hech kim "Voy, anglamay qaptimiz ya" demigiday o'qish kerak uni. ويحول وجهه بالصلاة والفلاح يمينا وشمالا yüzüne hayy ala salat degan bu kelimede ve hayy ala falah degan kelimede o sol tarafga örüp turudi bu. Qiblaga oldini qilganchilar emas, hayy ala salat deganda o'ng tarafga qaraydi. O'ng tarafdagi odamni chaqirmoqchi. Hayy alal falah degan chaqda sol tarafga qalaydi, sol tarafdagi odamni chaqirmoqchi bo'ladi. Va qadamahu makanahuma. Midilab turib, ya'ni oldini turib shunday qilamdi desa, yo'nda qilmaydi. Beshini o'riydi. O'zini o'rmasa, beshini o'riydi. Qadami joyida. Ikki topini, ikki qadami joyida. Qadamini midilatmay ama yüzünü örüydü. Hakaza nuqila min fi'li Bilalin. Muşunda nakil kılıngan Bilal radhiyallahu anhu kılıqıdın. Bilal şunda qılgan nakil kılıngan. Ve li'annahu hitabun lin-nas. Bu birisi. İkinci delil, çünkü bu azan degan adamligi kılıngan hitap bo'lganligi uchun faywajihuhum bi
ular bu insanlarga o hitap bilen yüzlenmesi olmaydı. Şuna ularga bu hitap bilen yüzlenişi gerek. Qarab turib qilish kerak. O'ng tarafga qarab turib, sol tarafga qarab turib, oldiga qarab turib o'qiydi uni azonni. Va ba'da zalika takbirun va tahlil. Nimish qamdi hayya ala salat bilan hayya ala falahga kelgan chaqda o'ng va sol tarafga qarab yüzünü örüp, yüzünü burab turib qiladi. Boshqasidan da qilmaydi deyilsa, uningdan boshqasi takbir ya. Allahu Akbar deb Allahni ulug'laydigan gap va tahlil hayya la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb tahlil. Uningdan boshqasi tashviq emas o. Tashviq hayya ala salat. Oy xalq va namoz o'qilg'ili qopdi, namoz o'qilyapti, namozga kelinglar, hayya alal falah, nijotlikka kelinglar deydigan bu tashviqot bu azonning asli maqsadi tashviqot. Bu yerdagi hayya ala salat, hayya alal falah tashviqotninki markaziy nuqtasi. Shuning uchun buning da sol tarafga qaraydi, boshqasi da sol tarafga qaramaydi. Qala وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ. Musannif dedi, azan o'quvchi azan bilan takbirning orasida azroq o'ltiradi. İlla fil mag'ribi. Biroq namoz shamga kelganda buni o'ltirmaydi. Va qala sohibayn imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammad bu yuqoridagi imomi Abu Hanif rahimullahning qarishi namoz shamda o'ltirmaydi, ammo boshqasi o'ltirdi deganda bu ish ko'lan dedi. Yajlisu fil mag'ribi jalsatan khafifa. Ya'ni bu muazzin namoz sham namozida bu azroq o'ltirdi. Yengil o'ltirdi. Unda bir o'ltirgancha o'ltirib ketmaydi, azroq o'ltirdi. لأن الفصل بينهما سنة في سائر الصلاة. Çünkü azan bilan takbirninki arasını ayırış başka namazda da sünnet ya. O azan o'qigandan keyin kishilar o'zining ishini tashlab qilayotgan ishi bo'lib qolsa yoki yetayotganlari bo'lsa o'rnidan qopab yoki boshqa bir ish bilan shug'ullangan bo'lsa shu shug'ullanayotgan ishlaridan voz kechib turib endi voy namozning vaqti bo'lib qolibdi menga tahorat oldi deb tahorat elib tayyorladi. Ya ba'zi voy namozning vaqti kirib qolibdi berib jamoat bilan birga namoz o'qib kelib masjid ko'rib deb masjidga bordi. Endi tahorat elib bo'lganga qadar yoki masjidga kelganga qadar to'xtash, muhlat berish o sünnet o. Başka namazlarda. Bunun arasında ayrılması olmaydı. Birincisi ergalandırış, uqtırış, vaktin kirgenlikini bildiriş. Bu yani namazga tayyorlik qilinglar, namazga hozirlik qilinglar demakchi. İkinci takbirchi endi namoz hozir o'qilmoqchi bo'ldi, o'qiladi demakchi. Shu bu ikkisining o'rtasida tayyorlikning o'rtasida tahorat elish bilan tayyorlik qilishi yo yo'lda menish bilan masjidga kirib tayyorlik qilish kerak. Buning o'rtasida ayirib atmasa bo'lmaydi. İlla annahu yuktafa fil maghrib bil jalsatil khafifati taharruzan an at-ta'khir. Lekin namoz shamda azroq o'ltirish bilan, yirik bir o'ltirish bilan kifoyalanadi. U yerda unda uzun o'ltirmasi bo'ladi. Taharruzan an at-ta'khir. Namoz sham namozini keyingi so'rab qilish, keyingi tatib qilishdan qutulish uchun, saqlanish uchun. Uzun o'ltirib kelsa namoz sham namozi keyingi chiqib ketadi, vaqti chiqib ketadi. Chunki namoz sham namozi namozning ichidagi vaqti eng qisqa bir namoz. Kechinin kirgan haman boshlangan namoz. Vali Abi Hanifata annal mustahabba al-mubadara. Imom Abu Hanifaning dalili mustahab oldirash. Namoz deganda oldirash. Ayu salat afzalu li vaqtiha. Qaysi namoz afzal ya Rasululloh deganda payg'ambar alayhisalom vaqtida o'qilgan namoz degan. Unda bo'lgan chaqda namoz sham namozida oldirash kerak. Chunki vaqt qisqa, vaqt chiqib ketish ehtimoli bor. Oldirash mustahab. Va fil jalsati at-ta'khir. O'ltirsa, birdan o'ltirsa, aramasa,
namoz kechikib ketdi, keyni ketdi. Shunda bo'lganlik uchun namoz sham namozida uni o'ltirmasin bo'ladi deydi. Pasda qanday bo'ladi? Val paslu yahsulu bis-sukuti baynahuma miqdara salasi ayatin. Pasli azan bilan takbirning o'rtasidagi bu ayirish ikkisining orasida 3 oyat o'qilgan miqdorda jim tursa bu hosil bo'ladi bu. Yani azanni o'qib o'tib bir 3 oyat o'qib bo'lgudek muazzin jim tursa takbir tushami onu bilan pastda hal bo'ldi. Yani sunnatga amal qilingan bo'ldi. Sunnat bajo keltirildi. Va huwa rivoyatul Hasan anhu. Bu Imom Hasanninki Abu Hanif rahimahullohning rivoyat qilgan rivoyati bu. Va kazalika yahsulu bi ixtilafil mawqifi wan nagmati. Yani shuningdek 3 oyat miqdori turgandan sirtmi urunninki o'zgarishi bilan mas'ul bo'ladi ya. Muazzin o'g'ziga chiqib azon o'qigan bo'lsa, takbirni masjidning ichiga kirib o'qiydi. Yoki azon o'qigan masjidning igiz munoriga chiqib o'qigan bo'lsa, azonxonaga chiqib takbirni o'yga kirib, ya'ni masjidning ichiga kirib o'qiydi. Shunda bo'lganligi uchun o tug'an urunninki o'xshamaslik bilanmi o'tirishga pastda hosil bo'ladi. Ve ahangda azanda tertil bilan o'qiydigan gap, takbirda tiz o'qiydigan gap, bu ikkisiningki o'ttirishdagi ahang farq bilanmi yani farqlanadi. Uni alohida farqlantirib o'tirishninki namozni kechiktirib, og'ziga tortib o'tirishning zarurati yo'q. Va yukrahu talhinu fil azana. Azanda mung qilish, yani mung qilish bu makruh bu. Xuddi azanni uning ma'nosi o'zgarib ketgudek darajada Alloh deb o'qiydigan yoki qattiq so'zab o'qiydigan, yana ayta mung holatda g'o'ldab bunda o'qiydigan bu o'qish bu makruh. Chunki bu bid'at bu. Rasulullohning zamonida onda darajada ilibni bir so'z qilgancha so'zab ketadigan yoki ashhadu an la deb bir so'z qilsa lalani so'zadigan bunda ish yo'q Rasulullohning zamonida. Bu bid'at. Bu talhin makruh. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة. Muazzin حي على الصلاة degan chig'ida imom jamoat shu muazzinning chaqirig'iga ijobat qilib, "Voy namoz hozirlandi, namoz o'qilmoqchi bo'ldi, namoz o'qiladi" degandan keyin qad qomat salat bilan imommi hamda o'qiyli deb o'rnidan qopidi, jamoatni o'qiydi deb o'rnidan qopidi. Duo chaqiriqqa ijobat qilib. Va iza qala qad qomatis salat kabbaru. Agar muazzin qad qomatis salat desa kabbaru takbir aytadi. Ya'ni nima hayya ala salat deganda imom o'rnidan turadi, jamoat o'rnidan turadi. Qad qomat salat degan chog'da takbir aytadi. Hayya ala salat degandan keyin namozga kangli degandan keyin hozirlanib turadigan gap. Ama qad qomat salat degandan keyin namozning amaliyotda o'qilganligini xabar bergan bo'lganligi uchun takbir aytadi, tasdiq qiladi. Ash muazzinninki amsi namoz hozir o'qildi, namoz o'qilish, namoz boshlandi degan gapiga ishinib, shuni rostga chiqarish uchun takbir aytadi dedi. İz huwa aminu şer'i. Çünkü muazzin şeriatninki musulmonlarning namozini amanet qo'ygan aminu o. Muşunun azanı musulmonlarning namozininki kafalati. Qachon bu kechiktirib musulmonlarning namoziga chiqib qolsa, musulmonning gunohi mushuninga bo'ladi deb uni amin qilganlik uchun, ya'ni shuning kafil qilganlik uchun aniga ishonmasa bo'lmaydi.
Ve an Ebu Yusuf'a İmam Ebu Yusuf Rahimahullah'ın rivayet kılındı. La yukebbiru hatta yebruga liyudrike tekbiretel ihram. O da tekbir etmeyi turdu. Hatta ki muazzin azanını okup tüyütüp boğuçuluk tekbir etmeydi. Bu muazzinin tekbiretul ihramını tepeliş için. Allahu Ekber de tekbir etip olsa tekbiretul ihramını tapanmaydı ya muazzin. Şunu saklaydı. وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا أَوْ هُوَ الْمُؤَذِّنُ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَحْزُرَ. Eğer imam bir iş çıkıp kalıp, bilek bir işle ölen, ya ki bir yerde aldıraş bulap kalıp namazı kilenmegen bolsa, ya ki imamның özü muazzin iken, bir taraftan azan okuydu iken ve bir taraftan imam buludu iken bunda bolsa, bula yani bu cemaat şu imam hazır boğan kadar onundan tumay saklap oturuşturdu. Peygamber Aleyhisselam la taqumu hatta taravni qumtu maqami deganlar için. Sizlar meni bu şu tuğan imamlık ornumda tuğan mihrapta tuğanlıqımni kömüsanglar onundan tumanglar degan. Ve li'annahu la faidete fil qiyam. Çünkü tuğanның faydası yok o vaqtda. İmam bo'lmay qolib qolsa ve azan okudu yoki takbir tushirildi, imam bo'lmay qolib qolsa onundan tuğanның faydası yok. İmam ve iza kana al-imamu ghaiban aw huwa al-muazzinu la yaqumuna hatta yahzura. Eğer imam yok bulap kalan ahvalda işi çıkıp kaptı, ya ki namazı kilenmeydiken, ya ki selbup kaptı, ya bir münasebet bilen hazır bulanmasa, ya ki o imamның özü muazzinken, evhuvel muazzin, ya ki o imamның özü nime muazzinken, şu bir taraftan özü azan okuyduken, yine bir taraftan tekbir imam buludiken bunda bolsa la yaqumuna hatta yahdura. Bu cemaat imam mihrapga chiqchilik onundan tumaydi deydi. Ve kavlihi aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam deganlik uchun la taqumu hatta tarawni qumtu maqami. Sizlar meni mushu o'rnimda tuğanlıqımni, mihrapta tuğanlıqımni kömüsanglar, onunuzun qopmanglar deb Rasulullah bayon qilgan. Shuning uchun o azan o'qilgan aman yuri tuğanning foydasi yo'q. Ve li'annahu la faidete fil qiyam. Çünkü yutuğanning foydasi yo'q. Bu imam yo'q bo'lgandan keyin azan o'qilib bo'ldi deb yutuğanning foydasi yo'q. Yoki azan o'qilib bo'lsa bu imam oldiga chiqmasa namoz o'qig'ili, uning foydasi yo'q. Chunki namoz o'qiydigan odam yo'q yerda. Ve yuazzinu lil faitati ve yuqimu. Qaza namazg'ima azan o'qiydi. Chunki qaza namoz asli o'qilgan asli qaza qilmay o'qigan bo'lsa, o namazımı qanday qilibdi? Azan o'qilibdi. Shunda bo'lganligi uchun qazo olib ketgan namozga azan o'qiydi va yuqimu takbir o'qiydi. Yani uni bu takbir tushirib namozni o'qiydi. Hakaza fa'ala Rasululloh hina fatatu salatu subh laylatat ta'ris. Mana shunda qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bomdat namazı qazo olib ketgan chaqda ta'ris kechsa, shu Rasulullah'ningki o'ylangan kechisi var. Yani ta'ris degan kechining oxirida bir tushgan bir g'azotdan Rasululloh yenib kelayotgan vaqtda kechi bo'lib qoldi. Kechi bo'lib qolib kechining oxirida herib charchab tushib Bilal roziyallohu anhu "Ey Bilal, sen namozga o'g'atquchi bo'lib uxlab qolmagin" deganda Bilal roziyallohu anhu uxlab qoldi. Uxlab qolganligi uchun uxlab qolib kun chiqib qoldi. Kun chiqib qolgan chaqda Rasululloh azanni o'qidi, takbir o'qidi, andan keyin namoz o'qidi. Ve ba'zan ulamolar namoz vaqti o'tib ketgandan keyin takbir o'qishninki, yana azan o'qishninki o'rni yo'q, zarurati yo'q deb ba'zan hadislarga asosan bunda kelgan. Qala va la yu'azzinu li salatin qabla vaqtiha. Vaqt kirishdan burun namozga azan o'qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan savolga musannif deydi,
ve la yuazzinu li salatin qabla vaqtiha. Namaz vaqt kirishdan burun namozga azan o'qishga bo'lmaydi, o'qilmaydi. Li'annahu shuri'a lil i'lami bil vaqt. Chunki bu azan degan vaqtni uqtirishdan yo'li qo'yilgan. Va fi zalika tazdilun. Burun o'qib qo'ysa azanni bu odamlarni aldash bo'ladi. Shu odamlar vaqt kelvoya vaqt va taqib oldirmasak bo'ladi azanni o'qigan bilan deb birdan aram repolab yoki birdan turib shu vaqtga yaqinlashganchaqda u taratganlar deydi yoki barli deydi vaqt o'tib ketadi. Shunga vaqt kirgan chaqda o'qish kerak. Va in azzana aada agar o'qib qolsa azanni qanday qiladi? Qayta o'qiydi. Va qala Abu Yusuf, Imom Abu Yusuf la yu'idu fil fajr khassatan. Bomdat namozida xossatan qanday o'qimaydi? Qayta o'qimaydi. Lianna Bilalan kana yuazzinu bilaylan, chunki Bilal roziyallohu anhu kechilikda azan o'qiydi. Tang nisbida yoki atdigan shu atdigan kechining 3dan 1 qolgan chaqda azan o'qiydi. Azan o'qigan vaqtda va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta azan o'qigan demagan ya. Bizning dalilimiz Payg'ambar alayhisolamning Bilal roziyallohu anhu degan so'zi la tuazzin hatta yastabina lakal fajr hakaza. Sen tong mushundoq aniq oshkor bo'lmasa, olamning yurganligi azan o'qima degan. Va madda yadayhi arzan payg'ambar qo'lni shu to'g'riliq tarafga so'zab, mana mushunda bo'lmasa, yanimda to'g'ri holatda bir yuruqliq hosil bo'lmay qolsa, namoz o'qimi, azan o'qimag'in deb Rasululloh buyurgan. Va azanu Bilalin lam yakul lis-salati. Bilal roziyallohu anhu azan o'qiydi. Ammo Rasululloh uni qayta o'qigin degan bu hadisga qanday qilamiz deyilsa, Bilal roziyallohu anhu azini namoz uchun emas-da, kishilarni o'tib başını o'qitdi. Payg'ambar sallam deganlik uchun inna Bilalan yuazzinu bilayl. Haqiqatan Bilal kechilikda azan o'qiydi. Liyarji'a qa'imakum. Bu Bilalning azan o'qishi qiyomda turayotganlarni qaytirish uchun, ya'ni qiyomda turganlarning hamda qiyom vaqti tugabdi deb qaytirish, va yuqiza naimakum, uxlab qolganlarni uyg'otish, va yatasahhara saimakum, ro'za tutmoqchi bo'lganlar so'rlik qilsin deb o'qiydi buni. Val kalamu fil azan la lis-salat. Bu azan haqidagi gap azan haqida namoz uchun emas. Yo'q, namoz val kalamu fil azani lis-salati. Bu bizning degan gapimiz hozir namoz uchun o'qilgan azan haqidagi gap bu. Namoz uchun o'qilgan azanni agar vaqt kirishdan burun o'qib qo'ysa, namozni azanni bilak o'qiydi. U Bilal roziyallohu anhuning azani o namoz uchun o'qilgan azan emas o. U uyg'otish uchun, sohorlikning vaqti kirganligini bildirish uchun, g'aflatda qolganlarning g'ofilligini ketkizib o'tishini o'qigan azan o. Qala va la yatakallamu fil azan wal iqama. Azan bilan takbirda gap qilsa bo'lmaydi. Azan o'qiyotgan chaqda bir kim bir savol so'rsa, uning savoliga javob berdim deb gap qilsa bo'lmaydi. Yoki takbir o'qiyotgan chaqda gap qilsa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki azan bu islomning shuari o. Shuarning orasida gap turib o'qish qilish bu shuarning ulug'ligi va muqaddasligiga daxl qilganlik. Va la yaruddu salama, salomni qaytarmaydi. Agar birisi azon o'qiyotgan chaqda assalomu alaykum muazzin deb salom qilgan bo'lsa, o salomini ilqamaydi. Li'annahu yukhillu bit-ta'zim, chunki bu azonning hurmatiga daxl yetkazgan, hurmatiga hurmatsizlik qilgan bo'ladi va yughayyirun nazma, azonninki nazmisni buzayotgan bo'ladi bu yerda. Va yuazzinu va yuqim ala taharatin, azonni tahorat bilan o'qiydi va takbir bilan o'qiydi. Li'annahu zikrun, chunki bu zikr.
فَتُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّهَارَةُ كَالْقُرْآنِ Buningda tahorat ilib o'qish mustahab bo'ladi Qur'onga o'xshash. فَإِذَا أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ Agar tahoratsiz azon o'qib qolsa, jaza, durust. لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ Maqsad hosil bo'ldi. Ya'ni u i'lomdan iborat maqsad hosil. Va yukrahu ammo makruh. Chunki tahoratsiz bo'lib qolganlik uchun. Va qila la yukrahu ba'zanlar makruh emas. O tahorat bilan namozning azanninki hech qanday munosabati yo'q degan. Va qila la tukrahu liqamatu aydan. Yana shundaqlar takbir tushirishmi o makruh bo'lmaydi tahoratsiz. Va sahihu annahu yukrahu. To'g'ri qarash makruh bo'ladi. Li'alla yafsila baynal iqamati va salat. Namoz bilan takbirni o'rtasida ayirvatmaslik uchun. Tahoratsiz takbir o'qisa, takbir o'qib bo'lmaydi, tahoratim yo'qda, sizlar o'qig'ashdinglar, men bir tahorat ila olay deyish to'g'ri kelmamda. Va in azzana va aqama ala ghayri wuzu agar tahoratsiz azon o'qib takbir o'qib qolsa la yu'id qayt o'qimaydi shart bo'lganlik uchun va yastahibbu i'adatu azanil junub va sabiy allazi la yaqil junubning junub azon o'qigan bo'lsa u azonni qaytadan o'qish aqli ushug'i balog'atga yetmagan aqli yetilmagan to'liq bir aql yeshig'i kirmagan uşaq kichik bola azon o'qib solgan bo'lsa azon o'qisa buning azonini qayta o'qish majnun erishib qolgan sarong jilliq kishi azon o'qisa buning azonini qayta o'qish va sakron mas'aq o'qib qolsa val mar'a ayol kishi azon o'qib solgan bo'lsa buning azonini qaytadan o'qish mustahab. Liyaqa alal vajhil masnun. Bu da qayt o'qishdagi maqsad sunnat bilan bo'lish uchun, sunnat bilan bo'lmoqlik uchun, sunnatni tark etmay, sunnatning yo'li bilan bo'lsin uchun. Va la tu'adul iqama. Takbir qayt o'qilmaydi, li'anna takraraha g'ayri mashru'. Chunki takbirni qaytadan takror o'qish durust emas, yo'lliq emas, shariat o'rni yo'q. Ama azanni-chi, azanni qayta o'qisa bo'ladi. Va yukrahul azanu qoidan o'ltirib o'qiramdi desa, o'ltirib azan o'qish makruh. Li'annahu xilaful mutawaris. Chunki bu ummatdan ilingan qoidaninki xilofi bor. O'ltirib azan o'qilmagan. Ve kerihe Abu Hanife en yekunel muazzinu faciren. İmam Abu Hanife muazzinin facir, fasık buluşunu bu yaman köydü. Ev ya'khuza alel azanı ecren ya azanı ecre ilişti yaman köyde. Hak ilişti. Hak vermiş okumaydı galiba. Ve yustahabbu en yekunel muazzinu salihan taqiyen alimen bis sünneti ve avqat salat. Muazzinin ki özü salih, yakşı, taqva, sünnetni biladigan, namazning vaqtlarini biladigan ulama bo'lishi, muvaziban ala zalik azanni bo'lsa davomli o'qishi, muazzin almashmay, azanni o'qiydiganlar to'la almashmay bunda o'qishi bu yaxshi. Vallohu alam, qolganini Alloh taolo biladi. Bizningki bilginimiz, tushunganimiz shunchalik. Alloh taolo ilmimizni ziyoda, taqvoligimizni ziyoda qilib bersin. Alloh shu ilm bilan manfaatlarga nasib qilsin. Allohumma allimna ma yanfa'una, Allohumma anfa'na bima 'allamtana. Allohumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin.